Haqiqiy italyancha pitsa hidi va ta'mi bilan boshqa pitsalardan ajralib turadi. Hozir men sizlarga qanaqa usulni o'rgataman. 500 gram unga 360 gram suv solib xamir qovuramiz. 1 soat dam berib, xolodilnikda qolib ketgan har qanday oshirma xamirimiz bo'lsa, 125 gram shu xamirdan qo'shishimiz kerak. Bu pitsani xamirini nordonroq bo'lishi uchun va xamirning sifati yaxshilanishi uchun juda ham foydali bo'ladi. 40 gram suv, 10 gram tuz, 7 gram dro'jja solib, xamirni urib mana shunday qilib qorib, 4 soatga oshirishga xolodilnikka qo'yib dam beramiz. Oshib chiqqan xamirlarimizni 300 gramdan zola qilib 2 kungacha bemalol saqlasanglar bo'ladi. Pitsalarni chetlarini pachoqlab yormasdan yupqa qilib, mana shunday yoyib, ustiga sous surib, mozzarella surib, duxovkaga 240 gradusga 10 daqiqaga qo'yamiz va pishirib olamiz. Pitsalar ustini mozzarella, indika, qo'ziqorin, qiyma, o'zingiz xohlagan fantaziyangizni qilib pishirishingiz mumkin. Hammaga yoqimli ishtaha. Bu videoni pitsani shinavandalariga yuborib qo'ying.